Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, diyorimiz ichimlik sohasidagi o'zaldiga Obida suda suyi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida Bioplan texnik taraqqiyot shirkati vakillarımizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan, mehri yurishlik yuvish buyumlari alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ipar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida suda suyi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida Bioplan texnik taraqqiyot shirkati vakillarga omad tilaydi. Benim ismim Rasul Qurbanov, yaşım 22 yaşında olayım. Özüm Kazakistan'dan Almut şehrine kelip oturman. Hazır bolsam şu Ürümçide Şinjan Sıfendaşı'da bilimini aşıratıman. Özüm kişiliğimden Ustaz Abdullah Abdurrahim'nin nakşilerini sevip tanışayman. Belki o kelginimnin sebebi şu bizimle bir sınaş için geldim. Саған жетіп, шаттығым қалған ба? Сүйіп құшып, мейірім бір қанған ба? Сен ұшқырсың, қанатты соң қардан да. Сен жүрексің, тұяқты тұлпардан да. Ғажайыпсың, өмірдің түріндейсің, төңкерілген төбемде күнімдейсің. Ойым ғана сенімен жолығатын, ұстартпайсың, ешқашан көрінбейсің. Арманым ай, алдасаң алдағайсың. Мен қуайын, биікке самғағайсың. Әйтеуір жапалақтай жар басында, қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Сен тәттісің байдағы балдан да. Сен жарқынсың күннен де ақ таңнан да. Қасымдасың түнімен көз ілмесем жанарыңда. Тұрарсың шаттанғанда. Арманым ай, алдасаң алдағайсың. Мен қуайын, биікке самғағайсың. Әйтеуір жапалақтай жар басында, қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Арманым ай. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Mening ismim Rasul Qurbanov, yaşım 22 yaşta, Almut şehrinden götürmek, Kazakistan'dan. Milletiniz. Uygur. Қазақстандан келген қазақ ма келетін мен ішіне. Қазақстандан келген ұйғыр екенсіз, Қазақстан вәтініңіз әлбетте қазақ нақшын орылап келгеніңіз инта яқшы. Ма нақшыны яқшы орылдыңыз. Рахмет. Авазыңыз мүшінтік ярқын yoq ekan. Naqshlarni bir taraf qilishlaringiz hammasi xilli saviyalik. Biz endi naqsh o'rinlashda eng muhimi hissiyat, anandagi naqsh etish texnikasi. Naqsh etish texnikasi degan shu saviya degan so'zda. Shuning uchun naqshni qandoq etish, qandoq o'rinlashga bu texniklik o'rinlashga jarayon ketadi. Yomonchiq kuch ajr singdirgan gap o'qish kerak buni. Naqsh etishingizda kasbiy nuqtasi chiqaroq. Hadi siz o'rildingizmi? Ben tunji qitim o'rilmay qilishim, yolg'iz qilishim. Aytgan naqshingiz bizni shunchalik ta'sirlantirdi. Rahmat. Қазақша нақшкен, амма әгетмелерімі ба манақшыначы, күй өзгірді ғаяларымы ба. Найт ихтият қылмаса, тұрақлардан әм әтті ауаздығы дәсеммәс қәупі ба. Сәл қиынлық нұқтысы жұқыр нақшке. Yani бірісі біз малымла білен аңлап отыруатымыз әр тәрәтлері болу атыды. Бірақ сіздің аваз дайырыңызды көріп елішіміз үшін бір игізлік керекті де. Keyin bu meselemi asas cihetten hal oldu. Şunun avazınızdan ki dairesi mi ba? Andın küçü mü ba buluvatıdı. Andın sizin ihtiyat bilen etip çıkan nakşanızdan bizde sizge nispeten işenç doğuldu. Siz arkalık, sizin nakşanız arkalık, siz bilen boğan sohbetlerimiz arkalık. Kazakistan'daki bütün kerindaşlarımızga salamlarımızı yollayınız. Hop. Aramızdaki naqshlar üzülüp qalmasın, davamlıq bir-birimizga naqshlarimizni yangiritib turayli, anglab turayli, etib turayli. Sizning bizning programmamizga qadam tashrif qilganingizga ham ko'p rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Naqshini nayte kirtoy etdingizda. Ama siz şu ovoz elishingizda normallikni bek saqladingiz, kontrollikni bek saqladingiz. Shu yeri menga bek yoqdi. Hem de ben bir ayal kişi, işte er kişiyle tam örüldüm. Beni tanımasanız mı kapılmayayım ama nur sahnesi mi sizni kızın karşı aldı. Rahmet. Ben sizin mening gruppamga kelishingizda shunchalik umid qilaman. Mening gruppamga kelsangiz yaxshi bo'ladi. Bir naqsh bor. Mening gruppamga kelsangiz o'shundoq yaxshi bo'ladi degan. Hazırlayacak konu oldu. Bunda lafı yok. Bunda qilsam yaxshi bo'ladi. Ikkimiz bog'chalarda yurib muhabbatlashsak yaxshi bo'ladi. Qo'li degan yo'q ishlatmaydi. Asa bir naqsh bor, qara, yiqilib paydo bo'lib qoldi. Asa yaxshi bo'ladi degan bir naqsh bor. Mening gruppamga kelsangiz yaxshi bo'ladi. Bizning gruppaga kelsim yaxshi bo'ldi deydigan yana bir naqsh bor. Ben bir narsa so'rab baqsam, siz o'qiyapsizsiz ya ishlayapsizsiz? Ben mush Ürümçide Hanzo tilini o'tmas, fandaş, Şinjan fandaşıda. O'zimizdan bo'lib qolgan balki. O'zimizdan bo'lib qolgan balkan, ha? Yashantirib men qoldik ekamizda endi. Şu Almatada sanat maktabini bitirib besh kelgan. Ha, bashag'irq yo'q ekan mana. Bavrum. Kele qo'y. O'tirib aytadi, men yerda darvozasi seni ochib bergan. O'tirib aytaman. Qaljingdab jatir. Qaljingdab jatir. Nur sahnesi seni ishiga oshiq. Sonday yaxshi. Bo'ldi, gap yo'q. Ay ne yig'lasin? Söylesin ba, söyle. Yig'lasin. Endi mening tanishim To'xta. Men ko'zimni qarsiz men bilib olmay ketib qolmaydigan hozir. Bilib oldim. Men o'sib kuchligim men, bilasizmi? Nurnisa Abbas xonimni. Qaror chiqarishga oldirmaga. Qaror baldur chiqib ketib, keyin pushman qildiga ishda bo'ldi. Biraz. Shunga turib oling. Meniki kelsang fursat bor, gapdan jig'in edim. Abdulla akamning gruppasiga tanlasangiz, Abdulla akam sizning shu Qozog'istonga olib kelma. Qozog'istonga olib o'zi kechilik o'tkazmay, siz uchun kechilik o'tkazdi. Bu shunday bo'ldi-da endi. Meniki kelsangiz men Nyu-Yorkka boramiz. Nurnisa adamniki kelsangiz, Bu Fransiyaga gapirdim bu. Bu qo'ljiga burda qo'ljiga. G'uljini besib keldi-da, g'uljini, ha? Jutimizni besib keldingiz-ku. Bundaqda, mundaq qilayli.
Bo'pti, mening gruppamga kelaversin hamsa. Sen қазақша өте мықты ғой. Ара менің басқаларға жақсы кіретін болсаңlar ғой, сен білімнен алысатын адам көп. Мен қара бауырым. Бұл жақта саған Мана сәттілер білесің ба? қазақшады мен де білемін. Дұрыс емес ол. Вот қойшы сен, қойшы. Қазақшады білемін. Ханзушады менің өзім үйретемін. Мишадыға ғой, Моңғолжан ешкім ғой мен білмей. Моңғолшады не мен де білемін. Әрі таңнан өлетіңа, ексәні бәнайо. Men ishim bilmaydiganni kirib kelamsa ya. Abdulla akam hammani biladi. Jim o'tirib taktikasini shiltiyotdi. Hozirchi. Aşık göreyim ki. Men talashib telefon qilayimki, babalarning nomerini so'rab. Rahmat ham ustozlarga. Ha, chaq-chaq. Sizni ko'nglingizda kimni tanlagingiz bo'lsa tanlayvering. Endi ixtiyorni sizga qo'yamiz, lekin hammamiz sizning mush Jipak yo'li sadosida bir cho'qqiga chiqishingizni xohlaymiz. Shuning uchun xizmat qilamiz. Bemalol tanlayveringda qaysi akamning yo qaysi odamning ko'ngliga tegib qolmanmi demang. Bir necha sekund o'ylanib siz o'zingizning qarorini e'lon qiling. To'xtang. Baş chiqqan quloqdan keyin chiqqan mingiz. O kulaktan turuyordu, müngüzü kesiyetimiz. Quloqni keskin bo'lmaydi. Kesin olmaydı mesela. Endi mening har bir ustoz bilan ishligim bor. Endi bir ustozni tanlashimiz kerak ekan. Mening tanlashim Kongo Xalq Sug'urtasi kafolatlik qiladi. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida soda suyi va meva sharbitini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida biofantexnik terapiya cheklov shirkati mohirlarga omad tilaydi. Bu programmamizni Mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yurish buyumlar shirkati alohida talab qilgan. Shifar biotexnologiyasi samimiy askardir. Programmamiz hozirda boshlanadi. mening tanlashim Nurunisa Abbasxon. Jigit qo'rqmaydi ekan, ha? Qozog'istondan kelib, diyorimizda ilm tahsil qilayotgan Uyg'ur yigiti qozoqcha naqshini yuqori saviya bilan o'rnab berdi. Mana buni beg'ishlash va jur'at qilish ruhi deymiz. Naqsh o'rinlash oson, ammo yaxshi o'rinlash oson emas. Albatta, tas naqshini yaxshi aytish texmi oson emas-da.